Allohga qasam nimadir bo'lsa umrimni bag'ishlab yuboraman. Xullas jigarlar, ultimately video, ma'no maqsad bu yerda nima? Vaqtingni ayamaysizlar degan umiddaman. Družbada turibman, 3 ta bola kelyapti, intervyu olaman dedim. Birinchi bilet sotmoqchi bo'ldim. Intervyu berasanlar, desam o'zimiz blogermiz deyapti, o'zi qiziqyapti, nima savol berasiz deyapti, profilimni ko'ryapti-da. Savollar kelishimiz dedim, siquvdi beraman. Xo'p deyilyapti, tormentli video olinyapti intervyu. Men uni kesib qo'yyapman, ertasi kuni ani bola nejli uyda, buyda savollar kelishib bo'lgan. Men u aytgan gaplarni aytdim-da, mana mashinadan keyin olib shu gapirgan gapni qo'yaman, o'zingizlar ko'rasizlar. Va undan keyin tormentli videoni oxirigacha ko'ringlar. Xulosani o'zingizlar chiqarasizlar. U bolaga nisbatan shuncha negativ yozilgan, boshqa qilingan, ochuvga. Bir ikkita kommentariyada men uni yonini olib o'tiribman, men ahmoq. Xullas jigarlar, xulosa o'zingizlardan. Men o'tda hech qanaqa aybim yo'q. Har doimgi dejurniy savollarimni qanday bor shunday berdim, javobni o'zi bergan. Tirnoq o'stirib olganmiz, ha? Assalomu alaykum hammaga. Mana shu ko'rgan videolardagi bolam manman. Va men o'sha kuni intervyu berdim bitta odamga. U odam aytdi, "Intervyu bering, men sizni ko'rganman Instagramda." Men aytdim, "Xo'p, qanaqa intervyu?" Intervyuda berishdan oldin hamma joyda kelishib olar ekan. Masalan, prям kamerani olib mikrofonni bu yoqqa tiqib qo'yib, keyin intervyu olinmaydi ekan. U aytdi menga, короче, kelishib olish kerak, nima deymiz deb yarim soat o'yladi. Keyin menga shu gaplarni aytishing kerak deb aytib berdi. O'zi menga savol berdi, men u aytgan javoblarni aytib turdim. Tirnoqlarimni ko'rsatib, ko'zimdagi linzalarimni ko'rsatib, u odam o'ziga aktiv yig'ib, meni negativga botirib tashlashni o'ylamaganda, hozir u odam faqat o'zini foydasini o'ylab, meni yomon tarafimni o'ylagan. Bitta kanalga qo'yiladi deb o'ylagan narsam 5 ta 6 ta normal mashhur kanallarga qo'yilib ketgan. Men ularni oldirib tashlamayman, lekin menga negativ yozishinglar shart emas, потому что men noto'g'ri gap aytmaganman. Intervyu kelishib olingan. U menga aytgan gaplarni men aytib berganman kamerada. Bo'ldi. Yaxshimisiz aka? Ismingiz nima bo'ldi? Ha? Bilal. Bilal? Da. Xo'p, necha yoshsiz? 17. Maktab bitirdingizmi, kollejda? Yo'q, maktab endi bitiraman. Bu yilmi 9 mi, 11 mi? 11 ga o'tdim. Ha, demak bitiruvchi emassiz. Yo'q. Ha? Xo'p, ko'rinib turibdi, siz model emasmisiz siz hozir? Yo'q, lekin o'qiganman. Modelligami? Yo'q-a. Da. Xo'p, sizni o'zingizni misol uchun qanaqani? Nima deydi? Kumiringiz kim? Kubiram. Menda hali unaqa narsa yo'q, to'g'risi. Yo'q, endi baribir kimgadir misol uchun inson taqlid qiladi, kiyinishda boshqada. Da, Lilxuramov menga yoqadi. Blogerlik bo'yicha ham, chunki hozirgi kunda juda ham mashhur bo'lib ketyapti. Dahshat. O'zingizga ko'rinishingiz o'xshar ekan xatlarni, ha? Ko'pchilik aytishadi. Bitta kamerani mana shu ko'zlarga yaqinroq olib kelib yuboring. Mana shu kameraga qarab bering. Ko'zni ichini unaqa rang. Menga yoqadi. Menga yoqadi, yapishli bo'lish yoqadi. Siyoh rang. Felet. Anaqa bormi? Linza bormi o'shanda yo bez linza shunaqami? To'g'ri to'g'rimi? Da bor. Xo'p, qarang, sizga hozir O'zbekistonda emas, Toshkentda yoqmayotgan, nima yoqmayapti sizga? Menga Toshkentda nima yoqmaydi? Odamlarning qarashi, dunyo qarashi yoqmayapti. Men bu yo ajratish emas, lekin odamlar qanaqadir boshqacha-da. Bizga nisbatan men bunaqa o'zini sal normal kiyinib, chiroyli tutadiganlarga nisbatan negativ to'yim. Shularni to'g'rilasa, sal zamonaviyroq bo'lsa, O'zbekiston menimcha normal bo'ladi. Siz qanaqa? Voy, chalg'itmay tursangiz-chi, salibpa. Dorga dotdi, kesdi. Qanaqa u kiyinishingiz nima? O'zingiz kiyinishingizni neto deb hisoblaysizmi? Yo'q, menga umuman neto. Ya'ni kesaman orasida xavotir olmang, kerakli joyini olib olaman. Yo'q, men o'zimga yoqadi masalan, uyimdagilar ham ruxsat berishgan, bu normal. Xo'p, kelajakda o'zingiz qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Kelajakda uni bloger bo'lmoqchiman, aktyor, model, uchalasi. Da biznesmen bo'lmoqchiman. Bitta sizdan o'zi kam, Toshkent, O'zbekiston bloger yetishmayapti, bitta siz qoluvdi, siz ham kiring. Battar, ana nima deydi? Azoblash xizmati ko'paysin. Men azoblash xizmatida emasman. Xo'p, yaxshi ko'rgan qizingiz bormi? Yo'q. Nega? Rahmat. Yo'q. Yaxshi ko'rgan qizingiz, misol uchun kelajakdagi qizingizni, ayolingizni yoki rafiqangizni qanaqa tasavvur qilasiz? Bo'ylari baland, chiroyli, sochi uzun. Xo'p, da. Menga unchalik chiroy muhim emas. O'zimizda o'zbek bo'lish kerak, to'g'rimi? Yo, farqi yo'q. Yo'q, farqi yo'q. Kim bo'lishi? Qaysi davlatlarda bo'lgansiz? Men Turkiyaga borganman, Dubayga borganman. Qaysi yoqqa? Turkiya normal. Xo'p, O'zbekistonni, Toshkentda yoqmayotgan narsani aytdingiz, yoqadigan narsa nima? Yoqadigan narsa uncha ko'p emas lekin, rostdan. Nima yoqadi? Eng yoqtirgan narsangiz?
Nima yoqadi menga? Qirib tashlaymiz bu joylarni. Nima yoqadi dey xola? Nimani yoqadi dey? Ha. Ha, bulardan so'rab qilasan, o'zing yoqadigan narsani ayt. Men yoqaman. Menga nima? Siz bitta ani qo'ring menga. Ha, o'zingga yoqtirgan narsang bo'lishi kerak. Nima? Ha, mayli bo'l. O'zbekiston havosi iflos bo'lsa ham nimaga yoqadi? Потому что biz tug'ilgan joyimiz, yashayotgan joyimiz. Kindik qon tug'ilgan joy, to'kilgan joy. O'zing qayerdansan? Shu, Toshkent. Toshkentdan. Yo'q, gapirishga qiynalyapsan. Yo'q. Ruscha ko'p bilasan. Inglizcha nechta til bilasan? Turk tilini bilaman, rus tilini bilaman. Tirnoq o'stirib olganmiz, ha? Negativ kerak emas, lekin menga hozir Gap yo'q, bor, gap. Yo'q, men просто stil tirnoq haqida ham gapirib o'tib ketaman xolasizlar. Gapir. Короче, Koreya davlatida tirnoq o'stirib yurgan odamlar estetik odamlar hisoblanganda, mana bu tirnog'in ichida kir yo'lar, masalan, tirnog'ini o'stirib yurganlar og'ir mehnatga qo'l urmaydi yoki-da doim qo'lini u yoqqa bu yoqqa tiqib yuravermaydigan odamlar tirnoq o'stirishgan. Nu buni o'zbeklar negativ tushunishi mumkin. Bo'ldi, menimcha yetarlicha negativ o'zingga qazib olding.